Chaqaloq dunyoga kelmasdan turib yaratganga iltijo qilar ekan. Ey Parvardigorim, meni yorug' dunyoga borasan deyapsan. Men u yerda hech kimni tanimasam, gapirishni bilmasam, qornim ochsa to'yg'izishni bilmasam, men u yerda nima qilaman? Desa, ey banda, men aytgan dunyoga sen bor. Men senga bir farishta beraman. U senga hamma narsani o'rgatadi. U senga vatanni tanitadi. U senga meni tanitadi. U seni hamma narsaga o'rgatadi. Qorningni ham u to'yg'izadi. Ey Parvardigorim, men goho erkalik qilib xafa qilib qo'ysamchi? U farishta sendan xafa bo'lmaydi. U faqat seni deb yashaydi. Parvardigorim, bu farishtani ismini ayt menga. Sen ismini so'rab nima qilasan? Uni sen ona deb chaqirasan degan.